Yangi olgan mashinamni ko'rishga bitta ukamiz rosa ham qiziqyaptilar. Hozir men Ilhomjon Ibrohimov trader borib ularni xursand qilaman. Ramzdan keldi o'rtoqlar. Bitta reaksiyasini ko'ramiz. Nima gap? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisiz, tuzumisiz? Rahmat. Qalay mashina? Zo'r. Tayyormisan? Ha. Katta bo'lasan. Qalay? Qaysi? Ramzdan hayotingdagi eng katta maqsading nima hozir? Eng katta maqsadimmi yaxshi kasb egasi bo'lish. Ota-onamni, doda-buvimni har jumla safarlariga yuborish, Xudo xohlasa inshaalloh. Keyin bitta soliha yo'q, tutding. Gapiravur. Soliha qizga uylanishi? Ha. Gap yo'q. O'rtoqlar, mana shu Ramzdan ukamizning harakatlari uchun bitta like bosib qo'yaylik, inshaalloh niyatlariga yetsin.